Opachan do'kon ochibdi. Talafruz shopping. Reklamalar ham kichkinagina, bannerga haq bermaganda. Istanbulda yonida ekan, Chog'at-Stenkada ichkarini ko'rsataman, lekin tovarlarni, jinnilarni kiritib qo'yibdi. Xitoydan olib kelyapti tovarlarni. Murojaat uchun telefon raqamlari. Hozir ichkarini bitta ko'rsataman. Kofta medopi, koftalari, rubashkalari. Mana sumkalar ham brendli sumkalar bor ekan. Bular ham juda arzon narxlar. Necha puldan edi? Skidkada 150 mingdan. Har jummasi skidka qilyapsiz. Bundan tashqari mana bu yerda ham tovarlari juda ham ko'p ekan. Bundan tashqari qarangizlar, mana tapchkalarni menga yoqqan tomoni 29 ming so'mdan skidkada hammasi. Ayollarda oyoq kiyimlari ham chiroyli bo'ladi, ham arzon bo'ladi. Bundan tashqari qarangizlar, mana igrушkalarni men 19 ming so'mdan skidkada 25 ming 30 mingdan olardik. Faqat juma kuni. Xo'p, kichkina bitta yana ko'rsataveray. Sekin o'tkazib, opamlarni, chechamlarni o'zlari ko'rib oladi. Jaloliddinda chechasimiz desangiz, yana ham arzon qilib beradi. Bemalol kelaverasizlar. Oyoq kiyimlar ham ko'p ekan.